insoniyatning eng katta kashfiyotlaridan biri vaqtni kashf etishi. Vaqt bu harakat. Masalan, biz agar harakat bo'lmasa, hamma narsa bitta joyda turadigan bo'lsa, vaqtga ehtiyojimiz ham bo'lmaydi va bu hayotimiz qizig'i ham bo'lmaydi-da. Men o'ylaymanki, insoniyatning birinchi kashf etgan vaqt birligi menimcha kun bo'lsa kerak. Kun deganda biz ham sutkani bir qismini, ham quyoshni ataymizda. Mana shu ikkalasining omonimligi ham ko'rsatib turibdiki, kun deyilganda quyoshning chiqishidan quyoshning botishigacha bo'lgan paytni aytishgan. Kunni aniqlash inson uchun juda nisbatan olganda oson edi-da. Keyinchalik masalan har kuni takrorlanadi. Har kun quyosh chiqadi, botadi, quyosh chiqadi, botadi va uzoqroq muddatlarni belgilashga bir ehtiyoj seziladi. Va bunda insoniyat osmonni kuzatib, oy degan kashfiyot qiladi. Bu yerda ham shu omonimlik xususiyati bor. Oyning bir marta hilol holida ko'rinish berib, to'lishib, yana ozayib, yo'q bo'lib ketib, yana bir paydo bo'lguncha bir oy deyilgan. 30 kun atrofida bo'ladi. Mana oyning 15i yorug', 15i qorong'u deganini biz bugun ko'proq boshimizga tushgan savdolar bilan bog'laymiz. Aslida bu ham vaqt birligini bildiradi. 15 kun qorong'u kun, 15 tun qorong'u, 15 tun yorug'. Bu oyni ikkiga bo'lib, bu ham vaqt birligi bo'lganda, undan keyin mana fasllar ham qiziq. Qadimda ajdodlarimiz faslni ikkiga bo'lgan. Yoz va qishga bo'lishgan. Koshg'ariyda ham bor. Yoz va qish munozarasi degan she'rlar ham bor va bu o'zaro doim munozarada bo'ladi, yoz va qish deyilgan. Qish bu qisilib yashaydigan davr. Qishloq odamlar qisilib yashaydigan makon. Yoz esa yozilib, yoyilib yashaydigan davr, yilning bir davri va insonlar ham shu qishloqlardan yaylovlarga ko'chib ketib, bemalol yozilib yashagan. Shuning uchun qish va yoz degan. Va undan keyin mana yilni kuzatish bu quyoshni harakatlarini kuzatish bilan bog'liq bo'lgan. Ko'ryapsizki, insoniyatni tafakkuri yuksalib borgan sayin murakkabroq vaqt birliklariga ehtiyoj sezadi. Bizning qadimda ajdodlarimiz yillarni kuzatib 12 sikldan iborat bir davrni, vaqt birligini ishlab chiqishgan. Buni bugun biz muchal deymiz. Dunyoda 12 hayvonli turk kalendari deb ham aytiladi. Ya'ni bu yerda har bir yil 12 ta hayvonni nom bilan yuritilgan. Undan keyingi bu muchalni o'zi bilan qolib ketilmaydi. Bu kashfiyot muchal ham rivojlantiriladi-da. 5 muchal bir inson asri deb qo'yilgan. Ya'ni inson 60 yil yashashi mumkin deyilganda 5 ta muchalni to'ldirsa, har bir muchal masalan 12 yilga ranglar berilgan yoki 12 yilga daraxt, havo, shu unsurlar nom berilgan. Shunaqa qilib murakkablashib borgan. Endi bugungi gaplashadigan gapimiz asosan muchal bo'yicha. Muchal haqida juda qiziq, buni paydo bo'lishi haqida juda qiziq rivoyatlar ko'p. Masalan, shu Koshg'ariy aytadiki, turk xoqonlari ba'zi bir vaqtlarni belgilashda chalkashib ketdi. Bu qaysi yil bo'lgandi, bu qaysi yil bo'lgandi deb, keyin ular vaqt birligini topish uchun katta suvga to'qaydan hayvonlarni haydadi deydi. Shu hayvonlarni haydalganda suvdan birinchi o'tganga birinchi yil sichqon yili, ikkinchi o'tganga ikkinchi yil sigir yili, keyin yo'lbars yili. Suvdan kim nechinchi o'tgan bo'lsa, o'shanday qilib nomlab chiqildi degan gap bor. Muchalning tarixi bunchalik oddiy emas. Shunchaki hayvonlar suvdan haydab chiqishi bilan bog'liq emas. Yana bir qiziq rivoyat bor, endi bu Koshg'ariyda yo'q, o'zimiz xalqimiz orasida bor. Hech qaysi yilga nomi berilmasdan shundan quruq qolgan tuya degan bir atamamiz bor. Shu nom berilayotgan paytida
tuya o'zini gavdasiga ishonib, menga albatta bironta yilning nomi beriladi deb bemalol bo'lgan deydi. Lekin uni boshiga chiqib olgan sichqon bilan muchalning birinchi yili nomlanib ketganda. Buni endi axloqiy, masalan, hikmatli tomonlari bor, ya'ni gavdangga ishonma, aqlingga ishon degan hikmatni chiqarishimiz mumkin. Shu Koshg'ariyda bor va boshqa manbalarda ham keladi. Muchallarni qandaydir prognozlar bilan bog'lash. Bu bashoratgo'ylik emas edi. Bu asrlar davomida yillarni qanday kelishini kuzatish asnosida bir tug'ilgan katta bilim asli. Masalan, sigir yili barakali keladi deydi. Chunki o'sha sigir shu sut qatiq berishi, umuman sigiri bor odam boy hisoblanishi, shu jihatlardan sigir yili barakali keladi deydi. Bu yerga shunday qarashimiz kerakki, bu yilning nomi sigir bo'lganligi uchun barakali kelmaydi. Ajdodlarimiz ming yillar davomida kuzatib 12 yilda bir sikl almashishini aniqlashgan. Va 12 yildagi ketma-ket keladigan yillar qaysi biri qurg'oqchilik kelishi, qaysi biri yog'ingarchilik ko'p bo'lishi, qaysi bir yillarida qandaydir urushlar ko'p bo'lishini bir qonuniyatini kashf etishganda va mana shu qonuniyat asosida yillarga hayvonlarni xarakteridan kelib chiqib nom berishgan. Masalan, qarang, sigir yili barakali keladi, o't mo'l bo'ladi, go'sht mo'l bo'ladi, hamma narsa mo'l bo'ladi. Odamlar ko'proq mo'l yeb ichishi, kuchga to'lishi. Undan keyingi yil keladigan yil yo'lbars yili. Yo'lbars yilida urushlar bo'ladi deyishadi. Hozir mana sigir yilida barakali kelganidan o'z-o'zidan odamlarni bilagi kuchga to'lib ketadi-da. Undan keyingi yilda urush boshlashadilar. Shunaqa bir ijtimoiy qonuniyatlar asosida bo'ladi-da bu. Keyin xalqimizda qadimda bunda hayvonlarga nisbatan biz tabiat bilan hamohang yashaganmiz. Shu hayvonlarga nisbatan har xil hayvonlarga nisbatan ijobiy, salbiy narsa bo'lmagan qadimda. Biz tabiat bilan birga yashaganmiz. Masalan, to'ng'izga ham yomon yoki itga yomon munosabatda qaramaganmiz-da. Shuning uchun biz to'ng'iz yilida tug'ilganman yoki it yilida tug'ilganman, tovuq yilida tug'ilganman deganda uyalishmagan. Keyinchalik mana shunday fikrlar paydo bo'lgandan keyin muchallarni boshqa nomlar bilan nomlash bo'lgan. Masalan, itni vafodor yili, to'ng'izni qora kiyik yili, masalan, mana bu yil ilon yili deyashyapmiz. Navruzdan keyin ilon yili boshlandi. Ilonni esa xazina deyishadi. Chini bilan ilon yilida shu boylik ko'payishi bu ming yillar davomida kuzatilgan bir hodisalardan biri. Buni men bashoratgo'ylik deb talqin qilmasliklarini so'rayman va ajdodlarimizning tafakkuridan tug'ilgan bir ilmiy kashfiyot deb qarashimiz kerak. Turkiy taqvimni qayerdan kelib chiqqan degan ko'p bahslar bo'ladi. Buni men har xil variantlarini ko'rdim. Endi butun dunyoga Sharq taqvimi ham deyiladi. Ayni paytda Xitoy taqvimi ham deyiladi. Xitoyshunos olimlar aytadiki, bu aslida turkiylar orasida paydo bo'lgan, keyin xitoyliklarga o'tgan. Xitoy madaniyati buni yanada yuksaltirgan deydi. Keyin bu yerda buni xitoyliklar baliq yilini ajdar yili deydi. Mana shu yerda aslida mantiq buzilgan. Nima uchun? Har bir bu yerda yillarni nomlashga turlar bor. Turlar nazariyasi bor. Sichqon yili sichqonga o'xshash hamma kemiruvchilar yili. Ilon yilida ajdar yili ham ilon yilining ichida turibdi. It yilida bo'ri yili ham shuni ichida turibdi-da. Shuning uchun ilon yili bo'lgan joyda yana ajdar yili bo'lishi mantiqsiz. Bu yerda baliq yili. Baliq yili suvda yashayotgan hamma jonzotlar mana shunga baliq timsoliga jamlangan. Shu jihatdan turkiylarni sanog'i va turkiylarning shu muchali ko'proq mantiqliroq va bu kashfiyot turkiylarniki edi degan fikrga qo'llab-quvvatlash kerak.